Qaynota. Chiqoring naves bitta. Takasaldan-ku, nima gap? Chiqsangiz, chiqing. Bo'lmasa yo qiz-qizingizga qo'shib haydab yuboring. Chiqoring naves bitta. Men sizni aldayman, mana ko'ringchi. Dahshatmi akalar, xudo xolasa navesga baho berasizlar. Akamiz haqiqiy professional insonni yoniga kelganmiz. Oyoq kiyimga ahamiyat bermaysizlar, chunki qaynotamni urmoqchi bo'ldim. Aka, xudo xolasa mana bu navesimiz nech puldan bitdi, nech kundan bitdi, qayerda xizmat ko'rsatamiz? O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Kvadrat 300 mingdan bitdi. Polni 4x4 170 stenkada, stoykalarimiz 8x8 ekilik stenkada bo'ldi. Shumkali, tevasida faner, o'rtasida folga kiyim, 04 qalinlikda listlarni bosib bitirdik. Alloh rozi bo'lsin aka. Xudo xolasa bu 300 mingga bitdi. 300 mingdan tashqari boshqa xotlari ham bormi? Leksanli variantlarimiz bor, lazerli variantlarimiz bor. Har xil 350 ming, 400 ming, 450 ming keto eng qimmati 500 minggadir bitta. Inshaalloh. Akalar sizlarga ham xudo xolasa mana shunaqa sifatli naves xizmatlar kerak bo'lsa, akamga bemalol murojaatlar qilaverasizlar. Pastga nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Ishlarni sifatli qilib berasiz aka. Har doimgidek joningiz sog' bo'lsin.